Ispaniya faqat futbol va sayyohlik emas, u Yevropaning kuchli iqtisodiy markazlaridan biri. Ispaniya Yevropadagi eng yirik iqtisodlardan biri hisoblanadi. Uning yalpi ichki mahsuloti taxminan 1,4 trillion dollar atrofida bo'lib, bu davlatni dunyoning eng yirik iqtisodlari qatoriga olib chiqadi. Bu yerda iqtisodning asosiy kuchi faqat turizm emas, Ispaniyada sanoat, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, xalqaro biznes juda rivojlangan. Ayniqsa xorijiy investorlar uchun Ispaniya juda jozibali bozor hisoblanadi. Qiziq tomoni shundaki, Ispaniyaning iqtisodi kuchli bo'lsa-da, davlat qarzi ham ancha katta. Ya'ni mamlakat bir tomondan barqaror iqtisod o'sishga ega, ikkinchi tomondan esa moliyaviy bosim bilan yuzlashadi. Bu esa Ispaniyani yana qiziqarli iqtisodiy modelga aylantiradi. Yana bir muhim jihati, Ispaniya Yevropa ittifoqidagi eng faol biznes va logistika markazlaridan biri. Uning geografik joylashuvi ham juda qulay. Yevropa, Afrika va Latin Amerikasi o'rtasida muhim ko'prik vazifasini bajaradi. Ispaniya banklari bu nafaqat pul saqlash joyi, balki hayotni osonlashtiruvchi super xizmat markazi. Bir joyda hisob ochasiz, karta, kredit, ipoteka, sug'urta hammasi tayyor. Komissiyasiz onlayn banking, inglizcha xizmat, hatto chet elliklar uchun maxsus paketlar bor. BBVA raqamli bankning mobil ilovasi bilan pul yuborish 1 soniya. Santander esa xalqaro gigant. Butun Ispaniyada minglab ATM, xalqaro transfer tezkor va arzon. Ispaniyada bank hisob ochish bu VIP pasport olish kabi. Biznes, sayohat, investitsiya hammasi bitta ilova orqali boshqariladi. Qisqa qilib aytganda, Ispaniya davlati sayyohlikdan tashqari kuchli iqtisodiy davlat. Uning moliya va biznes olami juda qiziq.